yakunigacha kambag'al ham ishsiz ham qolmasligi uchun men pul beraman. Nimaga men buni aytyapman? Buning uchun iqtisodiyotni tushunish kerak. Tushunish kerak. Mana shu inflyatsiya deymiz. Men bularga jaydari tilda tushuntiraman. Inflyatsiya nima degani? Inflyatsiya kambag'alning solig'i. Agar inflyatsiyani jilovlamasak, oziq-ovqat mahsulotini ko'paytirmasak, kambag'al odam olgan go'shti 2 barobar qimmat bo'ladi. Shuning uchun men bularga eng katta birinchi masala qo'ygandim, inflyatsiyani jilovlash. Nimaga Xorazmda biz namuna qilmaymiz? Mana shu yil yakunigacha Xorazm eksperiment qilamiz. Kechidan mana bu yil 2 milliarddan ko'proq investitsiya keladi, menga javob hisobot berdi. Buni doimiy bo'lishi uchun loyiha ofisi qilamiz Xorazmda. Har bir loyiha bo'yicha bitta shug'ullanayotgan mandan, apparatdan, vazirlar mahkamasidan, vazirlikdan, Xorazmdan odamlar shug'ullanib, Xorazm tajribasi uchta ikkita